Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimimiz kommentariyada kelgan savollar bo'yicha o'chirim qilamiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli o'chirim bo'lsin. Va unda ikkita variant qilamiz. Yoqqanini o'zingiz uchun tanlang va bir nechta savollarga javob beraman. Kommentariyada savollar yozishibdi, o'sha savollar bo'yicha ko'ramiz. Aqlingizdagi inson sizni sevyaptimi? Shu haqida ko'ramiz. Birinchi variant, aqlingizdagi inson sizni sevyaptimi? Ikkinchi variant, aqlingizdagi inson sizni sevyaptimi? Kartalardan yaxshilab tanlang va men birinchi variantdan boshladim. Aqlingizdagi inson sizni sevyaptimi degan savolimizga albatta aqlingizdagi inson sizni sevyapti va siz tomonga o'ta kuchli ravishda harakat qilayotganini ko'ryapmiz va siz tomonga kelyapti. Bu inson bilan qandaydir tez kunlarda ko'rishib qolishingiz mumkin, uchrashib qolishingiz mumkin yoki qandaydir suhbatlaringiz yaxshi tomonlama o'zgarib ketishini kartalarimiz ko'rsatyapti. Yaxshi ko'ryapti, sevyapti va siz tomonga bu inson ko'proq talpinayotganligini ko'rsatyapti. Ikkinchi variantni tanlaganlarda aqlingizdagi inson sizni sevyaptimi degan savolimizga aqlingizdagi inson sizga yo'llarini yopgan. Hozirgi paytda siz bu bilan to'xtovda turgan bo'lishingiz mumkin va bu insonni siz kutayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin sizga nisbatan yo'llarini yopganligini, siz tomonga qandaydir harakati yo'qligini ko'rsatyapti kartalarimizda. Bu inson sizni sevadimi degan savolimizga bu yerda qandaydir sizni hozirgi paytda siz tomonga o'sha yo'lini yopganligini aytyapti kartalarimizda. Va bu inson qandaydir hozirgi paytda sizga ozgincha tuyg'ulari o'lib qolganligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Ikkinchi variant. Aqlingizdagi inson sizni sog'indimi? Aqlingizdagi inson sizni sog'indimi? Ko'rgisi kelyaptimi? Ko'rishgisi kelyaptimi? Birinchi variant, ikkinchi variant. Aqlingizdagi inson sizni sog'indimi? Ko'rishgisi kelyaptimi? Ko'rgisi bormi? Aqlingizdagi inson hozirgi paytda o'ylovlarda qandaydir ikki yo'lni orasida turibdi. Bir nechta insonlarni sizni sog'ingan va ko'rgisi kelyapti va sizdan tashqari qandaydir insonlarni ham sog'ingan, ko'rgisi kelyapti va ikki yo'lni orasida o'ylovlarda turganligini ko'rsatyapti. Ikkinchi variantni tanlaganlarda aqlingizdagi inson hozirgi paytda sizni ko'rgisi kelyaptimi, uchrashgisi kelyaptimi deganimizda hozirgi paytda bu munosabatlar ozgincha to'xtab turadi. Ko'rishuv, uchrashuvlar ham ozgina muddatga to'xtab turar ekan. Ikkinchi variant. Aqlingizdagi inson telefon qiladimi, SMS yozadimi sizga? Telefon qiladimi, SMS yozadimi? Aqlingizdagi inson telefon qiladimi, SMS yozadimi sizga? Birinchi variant, aqlingizdagi inson sizga telefon qiladimi, SMS yozadimi degan savolimizga albatta turli raqamlarni beryapti. 4 kun yoki 14 kun, 4 soat ichida bo'lishi ham mumkin. Shifoli bo'lib ketsin hammaga mana shu qandaydir kartalarimiz. Aqlingizdagi inson telefon qilsin, SMS yozsin. 4 kun yoki 14 kun ichida qandaydir bu insondan siz qandaydir xabar olasiz. SMS xabar yozishini aytyapti. Aqlingizdagi inson sizga telefon qiladimi, SMS yozadimi degan savolimizga qandaydir aqlingizdagi inson ikkinchi variantni tanlaganlarda og'ir yuklar bilan qiyin kunlarni boshdan kechirayotganligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Hozirgi paytda bu inson sizga o'zini qarorlarini qabul qilgandan keyin, o'ziga kelib olgandan keyin, sog'liqlarini tikkalab olgandan keyin, yaxshi tomonga o'zgargandan keyin bu insondan qandaydir o'sha xabar eshitib qolishingizni kartalarimiz aytyapti. 11 kun uzog'i, 11 kundan 13 kunga qadar bu inson sizga o'zi qandaydir o'zi haqida ma'lumot yoki xabar berishini aytyapti kartalarimiz. Endi aqlingizdagi inson sizni bloklab qo'ygan bo'lsa, blokdan ochadimi? Ochishni o'ylab turibdimi? Blokdan ochishni o'ylab turibdimi yoki blokdan ochmaydimi? Bloklanganlar uchun birinchi variant, aqlingizdagi inson blokdan ochadimi degan savolimizga uzog'i qandaydir 8 kun ichida bo'lishi mumkin yoki 7 kun ichida qandaydir sizga o'sha blokdan ochishi mumkin.
18 kunga cho'zilishi ham mumkin. Bu inson qandaydir sizdan ketgisi kelyapti. Birinchi variant. Blokda bo'lsangiz, qandaydir bu inson sizdan ketgisi kelyapti. Siz o'zingiz ko'proq harakat qilishingizni kartalarimiz nima deydi, maslahat beryapti sizga. 7 kun yoki 17 kun ichida o'zingiz bu insonga harakat qilmaydigan bo'lsangiz, bu inson qayoqqadir sizdan ketib qolyapti. Ikkinchi variantni tanlaganlarda aqlingizdagi inson sizni blokdan ochadimi? Aqlingizdagi inson sizni blokdan ochadimi deganimizda, qandaydir aqlingizdagi inson hayotida boshqa ayolni topgan bo'lishi mumkin, sizga xiyonat qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki bu yerda shayton kartamiz tushdi. Shaytoniy hirslari bilan bu inson qandaydir boshqa insonlar bilan yurganligini ko'rsatyapti. Bu inson hozirgi paytda sizni blokdan ochishini kartalarimizda ko'rsatmayapti. Siz nimadir qildingiz, o'sha qilayotgan narsangiz siz tomonga hal bo'ladimi? O'xshaydimi? Siz nimadirlar qilgansiz, o'sha qilgan narsangiz siz tomonga hal bo'ladimi? Siz tomonga o'xshaydimi? Birinchi variant, ikkinchi variant. Yoqqanini yaxshilab tanlang. Birinchi variantdan boshladim. Albatta siz tomonga hal bo'lishi 70% ga siz tomonga hal bo'lishi kutilyapti. Nimani o'yladingiz, nima qilmoqchisiz, o'sha narsa siz tomonga yaxshilik bilan nima deydi, o'zingiz kutgan darajada ro'y berishi ehtimoli bor. Ikkinchi variantni tanlaganlarda qandaydir bu siz o'ylayotgan narsa yoki qilmoqchi bo'lgan narsangiz yoki qilib bo'lgan narsangizni natijasini kutyapsizmi? O'sha narsa siz tomonga hal bo'lishi bor deyapti kartalarimizda. Albatta siz ko'proq kutib qolasiz, ko'proq nazar tashlab qolasiz, ko'proq kutasiz, lekin siz tomonga hal bo'lishi bor deyapti.